أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشتغال العامل عن المعمول إن مزمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنسب لفظه أو المحل فالسابقا سبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. Bu amilninki amilnin ma'muldan mashg'ul bo'lishniki bobidir bu deyiladi. Agar bir ismniki zimiriki sabqat qiluvchi bu ism pilg'a sabqat qilgan, ya'ni pilniki oldida bo'lgan bir muzmar men mashg'ul bo'lsa bu pil bu muzmardan mashg'ulibdi. Shu muzmarniki labzisini nasib qilish bilan yoki mahallini nasib qilish bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa, qanday qilamiz desa, mana sobiqni maf'ul oldida kelgan ismni, ya'ni boshda kelgan ismni zibar qilgansan o ismni bir pil bilanki zimir keltirdi o pilni vujub jihatda. Anda bir pilki muvafiq kelgida o pil anda bir nimasi cezmen zahir qilindi o narsani. Zahir qilgan narsaga muvafiq kelgan yuşurilgan bir pil va ayada bu yuşurilgan pilniki aşınaq bo'lishi bu vacib degan aş pil bilan yuqorida kelgan ismniki o'zini biz uni nima qilamiz, uni zibarchoq qilishimiz çok kerak deydi. Endi biz ham Alfiya degan kitobni o'qimishga kelgan to'q. Men Alfiya degan kitobni o'qib bir qancha dars o'qigan, hozir endi ishtig'olul amil anil ma'mul degan men mushu babga nima qildik, keldik. Endi amil ma'mul deydigan narsa bor. Chunki ilm nahviniki o'zi bir kalamniki ichidagi kelimeniki oxirqiniki ahvoli qanday bo'ladi deb ya zibar o'qildimi ya pash o'qildimi, mana bu qanday o'qildi, muzafmi muzafillaymi, taslimi jam'imi, munsarifmi g'ayr munsarifmi, mabnimi mu'rabmi deganidek men mushningdan nima qildi tadqiq qildi. Ya'ni buniki tadqiqot obukti men mushitdi ilm nahvinin. Anda o'gandikin bir ismniki kalamning, ya'ni jumlaniki ichidan uniki oxirgi harfiniki shu qo'yilgan nima harakatlar ya bedam zibar mushtaq bo'lishniki o'zi bekor bo'lmaydi. Meni bekor bo'lgandiki buni qarta buni nahviy ulamolarimiz shundoq bir sababdan bo'ladi. U sababniki o'zini biz uni nima dedi, nahviy olimlari amil dedi. Amil degandikin amil degan nima degan gap? Amala ya'malun. Amalan va amilun degan gapniki o'zi ishladi, ya'ni ta'sir ko'rsatdi, qildi degan nima bo'ladi? Ma'ni bo'ladi. Ma'ni bo'lgandikin, ya'ni demak shu jumlaniki beshiga, ya'ni beshiga tahdidga narsa ta'sir ko'rsatgan gap. Unda bo'lgandikin shu bosh taraf kelgan bir omilniki o'zi, mana o'zi keyin kelgan kelimeniki oxiriniki har ikkita bedam o'ziga bedam bo'yzuqcha qildigan gap. Endi bu qilishniki o'zi amaliyat unda qilmaydi. Amil degan gap, masalan, bizniki turmushda ishlatayotgan narsaki o'zi mana hamma narsa amildan iborat. Mana binas qilsak, madaq ursak ana binas chiqadi deganda. Lekin bu nahvidagi amil ma'mul uni emas, lekin shuni o'xshitdi endi. Endi ma'mul degan-chi, bu ism maf'ul. Ism maf'ul degan gapniki o'zi mana nechqata o'qidik. İsim mef'ul degan bir qadağını qilguvchiniki ta'sirniki sababidan uniki ta'sir uchirgan bo'lsa, ya'ni uniki qilig'i uni ustiga tushgan bo'lsa, mana uni nima deydik, uni ma'mul deydik. Unda o'ziki ma'mul demak, uniki beshida bir amil va amil bo'lgandiki ma'muldan iborat bo'lgan bu sifatniki o'zi mana ash amilniki ta'siridan vujud chiqdi degan gap bo'ladi. Unda o'ziki ilm nahviniki o'zidan mana amil degan aşo. Şuna biz o'qigan vaqtimizda boshda avomilni o'qidik. Avomilniki jam'isi nima? Amilatuniki jam'isi bo'ladi. Avomil.
Bu nima? Aşağıda 100 amil oldu. Ya ki 100 ya ki onu diyecek ya ki az. Endi bu yerde amilniki ma'muldin yüz yürüşü. Aslında amil ma'mul ikkisi nima o'ttiriki munosib nachi chin. Amil bo'lgan jazman ma'mul bo'ladi. Ma'mul bo'lgan o'zi jazman amil bo'lgan gap. Unda o'g'andikin bu yerda deydi. Asli shunday bo'lish kerak. Lekin shu vaqt o'zida bir ma'mul kasmi u chog'da bu ma'mulning o'zi amil u ma'mullik ta'sir ko'rsatmaydi. O amil deydiki men bunu kuchim yetmaydi ya uning ta'siri yo'q deydigan mushunda bir ishlar bor. Bu ishlarniki o'zi andagi qanday bo'ladi? Biz ham boshqa kitoblarda o'qiganga asosan maf'ulun biniki tushib ketadigan joyniki bir bu. Bu asli maf'ulun bin. Maf'ulun binniki amil bo'lgan u narsa tushib ketish vojib deb 4 yerda o'qidik qoiday nahvida. Mana ashuni shu ko'rsatdi. Bu yerda ham deb amilniki ma'muldan mashg'ul bo'lish degan yuz yurishi. Ya'ni amil baturxun, ma'mul baturxun amil qopib mening ma'mulim emas. Chunki menga o'zimga loyiq bo'lgan bir nima va ma'mul bor. Chunki men bir dona ma'mulim kuchim yetadi. Ya'ni bunda tushunchi bo'lgan asosda deyapman. Ammo 2ga 3 kuchim yetmaydi. Agar u pulniki o'zi, masalan, u pulning o'zi 2 ma'mulga tajovuz qilsa, yoki olmaydi 3 ma'mul tajovuz qilsa bu ish kelmaydi. Ammo u amil bo'lgan amilniki o'zi bir ma'mulga tajovuz qilgan pul. Ammo uniki oldida bir ma'mul bor. Ma'mul bo'lgandiki bu amilning yana kayni bir ma'mul bor. Unda bo'lgandiki men ma'no kuchimda ani yetmaydi deganida. Mushunda bo'lsa bu arablar mushlar so'zlaydi. Arabning o'zi gipi. Gipi bo'lgandiki biz bu gapga asosan biz qanday hal qilamiz buni? Nima deymiz? Bekal zibar o'qilib qolamdi, nima uchun bunda deymiz? Deb mushning ustida qilgan gap, to'xtalgan gap. Endi biz ilm nahviniki faqat kalomniki, jumlaniki shu labzi ustida tadqiqot etib bo'lgandan keyin uningki ma'nosi bilan nemisi yo'q, asos jihatdan ish shu yo'q. Ma'nosini kim qiladi? Ma'ni qaysi fan tadqiq qiladi? Ilm balog'at. Ilm balog'at qiladi. Nima uchun? Masalan, unda deydi. Unda deganda ko'ra bu masalan Zaydan zarabtuhu deydi. Zaydan zarabtuhu degan gapni nima uchun arab ashta deydimdi? Bu deyish maqsadi bor. Unda demak Zaydan zarabtuhu desib tugaydigan gap. U ya bunda amil yo'q. Lekin u Zaydan zarabtuhu bilan zarabtu Zaydanning ikkisidagi o'ttirisi jazman farq bor. Ammo nahvida biz kelimeniki o'zi bedam zir oldu, bedam peş neymi için oldu bunu üstü tadqiq qilamiz. Neymi için bu Zaydan zarabtuhu deydi o. Neymi için madem zarabtu Zaydan deydi diyenin üstüne bu ilim balağatı toxtuludu. Anda o an iken men muşundaq bir ahvallar yüz bəsən biz uçanlık üzüde meni bu ma'mul bo'lgan pil shuningdek amil bo'lgan narsaga nima deymiz desa biz endi mushning ustiga nima bappo deydi endi. Mesela Zaydan zarabtuhu degan gap. Mushni kallamizni to'xtatib olsak, uningdan ishtig'ol amil, ya'ni ma'mul. Ya'ni amilniki, ya'ni Zaydan zarabtuhu degan vaqt o'zida mana zarabtu degan bir amil. U bir ma'mul. Zarabtuning beşli Zaydan bir ma'mul. Unda o'g'anniki Zaydanniki o'zini bu zarabtu qo'pib, men u Zaydanni ma'mul qilmayman. Meni arada huquq yet kuchim yetadi degandan unda o'g'andiki biz Zaydanni nima deymiz? Nima uchun zibar o'qiladi? Jazma bir nima bo'lishining sababi bo'ladi. Zibar bo'lishniki. Bu ism mabni emas yoki nima emas o mabni bo'lgan bir kalima emas. Unda o'g'andiki jazman bidan Zaydniki o'zini ism mu'rab, muslim mu'rab bo'lgan bidan dan devatgan, bidan dun devatgan, bidan din devatgandikin unda o'g'andiki har birniki ashtaq bo'lishi bir sabab bo'ladi. Unda o'g'andiki Zaydanniki ash Zaydan zarabtuhu deki zarabning beşki Zaydan nima uchun zibar o'qiymiz? Buni nima deymiz andakin? İştigalul amil anil ma'mul deydigan gap. Endi desa deydi İbn Malik rahmetullah alayh in mudmaris min sabiqin fi'lan shagan anhu bi nasbi lafzihi evil mahal. Eğer aslida inşagala anhu muzmaru ismin sabiqin fi'lan degan gap. Ama qapiniki jahtidan ma qapigan beytke bunuğa keltirmen dep aşındaq deydigan gap endi. Eğer isim sabiqniki muzmari Zaydan zarabtuhu desek meni Zaydni urdum men ol Zaydni oludu. İsim sabiq qavu Zaydan.
Onun muzmir qavu Zeyden'de kelgen hu. Mene isim zabıqniki muzmir olgan, mene zimir ki meşgul kıldı bu zimir. Hu diyen zimir şu pilni nima qildi? Meşgul qildi. Yani meşgul qilib sen men senin aqan kelgandiki men sening ma'mulun o'laman. Seninki sen mening amilim bo'lasan. Az Zeydning emas deb turib oldi. Turib olgandan keyin uchan o'zida biz Zeydni nima deymiz? Mushtaq kelsa. Desa, meni mushtaq meşgul bo'lishi nima bilan meşgul bo'lib qoldi o yiliq zimir o'g'a ism am Zeydandin shu zarabdiniki o'zi nima uchun uni meşgul qilib qo'ydi desa, meni şu zimir o'g'a labzini nasib qilish bilan. Meni Zeydan zarabtu hu degan vaqt o'zida hu degan labzining o'zi nasb. Şutamam da yiliq zimir muttasil olsun. Zimir muttasilniki o'zi marfi bo'ladi, majrur bo'ladi, ham mansub bo'ladi deb o'qigan. Unda o'g'andan keyin men zimir muttasil oldi, piloq tutishib keldi. Piloq tutishib kelgandan keyin hu degan zimirning o'zi asli iyahu degan shu bo'ladi. Bu yerda uni tutishib kelsin deb şu an hu deganga bu maf'ul. Maf'ul bo'lgandan keyin maf'ulniki labzisi nima bo'ldi ana? Mana nasb bo'ldi. Nasb bo'lishi bilan andaki bu zimir kopup Zeydan'niki zarabning o'zini Zeydan'da yuzuryapti. Uni yo'q, meni ma'mul qil deb. Bu Zeydan zarabtuhu deganning nimasi oldi, misol oldi. Yoki avul mahalla degan labzining nimasi o atfi, labziga atfi. Yoki bir mahallini nasb qilish bilan. Bir mahallini nasb qilish. Al-labzi demas. Mana Zeydan zarabtuhu degan huniki o'zi hu deb peş okulsun mu? O labziden mensup deb okulgandan keyin, çünkü mensup muttasil bo'lgan zimir. Mana hu deb okulgandan keyin og'zimizning labzidi chiqdi. Bu mensup bo'ldi. Yoki olmaydi labzi og'zimiz chiqmaydi, uniki mahalli nasbning o'rnida bo'ladi. Mahallini nasb qilishlik o'rnida andaki bu ismning o'zi, bu pilning o'zi, bu ismning o'zi, pilning o'zini yuqorida kelgan ismdan yuziryapti. Masalan, qavun Zeydan marartu bihi. Zeyden merartu bihi dese, mana Zeyd'den öttüm ben, ol Zeyd'ni qaşidin degan gap bo'ladi. Anda o'g'andan keyin shu merartu degan pilniki o'zini bihi degan zimir Zeydanga yonidi. Shu ismniki zimir o'g'an o'zidagi mahalli. Chunki merartu pi nimasi nimada do'qoni merartuning o'zi pil lozim. Pil lozimga nima ketmaydi, maf'ul ketmaydi. Eğer pil lazımniki üzerine biz mutaddi qilmoqchi olsak, mana harf jarni keltirdik. Ya lam nimini bani yoki anni yoki lamni deb o'qidik qani. Unda o'g'andan keyin marartu bihi degan gapniki o'zi bu harf jar o'zining og'diga ism jar qildi desakmi, lekin marartu degan pilning e'tibor bilan pil lozim mutaddiga aylantirdik degan gap maf'ul aylantirdik degan gap bo'ladi. Al labzida bihi deb zir o'qilsin, lekin mahalli bihiniki o'rni nima o zibar yani. Hu degani maratuhu deganing nimasi bo'lgan bo'ladi, o'rni shu bo'lgan bo'ladi. O'rda o'g'adiki maratuniki o'zidagi mahallini nima qildi? Nasib qildi. Mushuna nasib qilish bilan bu maratuni bihiniki o'zi mahalli nas mansub ama labzi ashta bo'lgan bilan bu maratu Zeydan degan gapni nima qilyapti? Yuz yuryapti. Mushunda meni yuz yuryotgan bo'lsa qanday qilamiz buni? Nima deymiz? Desa hozir deydikin Fessabikan sibenhu bi fi'lin udmira deydi. Hatmen muvafiqan lima qad udira deydi. Mana anda o'g'andan keyin agar ashtaq kelib qolsa, mana ashtaq kelib qolsa, o'chal qanday qilsan? O'chaqning o'zida sabiqni Zeydan zarabtuhu va Zeydan maratu bihi degan ash kelimi kalamdi jumladagi boshidagi ismni nima qilgan? Zibar qilgansan uni. Uni nima qo'ysan? Zibarchi o'qiysan. Nima bilan? Uni zibarqa amil ama Zeydanniki o'zi uni zibar mansub qilib turibsa, uni nima deb nima qilamiz uni? Uni nasb qo'yamiz desan, bir pilniki sababi bilanki yushrun keltirildi o pilni vujub jihatda. Ma uzmira degan gapning o'zi tasdiq emas. Bu ilmning o'zi qopiyaga kelsin, u uzhira degan gapga qopiyaga to'g'ri kelsin deb, shoma shirniki jahdidan uzmira deb tasdiqdakchi keltirib qo'ydi. Lekin tasdiq emas. Mana bir pil bilanki yushrun keltirildi shu pilni vujub jihatdan. Endi Zeydan zarabtuhu degan vaqt o'zida shu sobiq o'g'an ismniki Zeydanni zibar o'qidik. Zibar o'qishimiz shu boshki ismni
Şu Zeyden'ninki beşida yuşurun keliş vacip boğan bir pil var. Yani ne degan gap? Yani Zeyden zarabtuhu degan gap. Zarabtu Zeyden sarabtuhu degan gap bo'ladi. Bu yuşurun, ama bu yuşurun pil oluşu neymiş yuşurun bo'ladi? Anda bir pilgiki muvafiq edi. Mana muvafiq edi o pil anda bir pilgiki nima edi? Oshkor qilgan pil edi o. Mesela Zeyden zarabtuhu degan vaqt o'zida Zeydan'ın beşinde bir pil var desek, şu aşkar kılan nemi var? Bir pil var. O pil kavun Zeydan'dan ki kelgen zarabtu. Şu Zeydan'ın kelgen muvafiq kelgen bir isim ki nima? Pil ki uyad yuşuru olan bir pil var. Şu pilin üzerine onu düşürüşümüz vacip. Uçan üzerine Araplar kopup var bu. Nemi diyen gap bu Zeydan zarabtu devaptı biz onu da gören. Zeydan zarabtu desek deval desek hatalaşımız koyan. Tungan gap kandak bizim Uyg'ur men Tunganla gap kandak bo'lib qoladi. Şu an o yuşurun bo'lishi nima o yani pilniki men yuşurun amili bo'lgan shu Zeydan'niki beşidagi yuşurun amili bo'lgan men oshkor bo'lgan pil munosib ma'ni jihatda men zarabtular hazrat men o'xshash. Unda bo'lgandiki shu pilniki sababidan yuqori kelgan men ash ismniki o'zi nima bo'pti deymiz. Mana zibar bo'pti deymiz. Mana bu mana shu yilqi amil bo'lgan zarabtuhuniki mana Zeydan'dan yüz yurishi chunki o zimir bo'lganlik sababidan zimir bo'lgandikin amdikin Zeydan'ni biz aşı Zeydan'niki o'zi ikkinchi Zeydan yani oshkor bo'lgan ash pil Zeydan'ning o'zi meningki beshimda Zeydning beshida yana bir Zeyd bor deb nima qilib berdi tafsir qilib berdi. Uni nima qildi izohlab berdi. Meni munosib pilni deb qilamiz o'chani o'zida muvafiq kelmagan pilni taqdir qila olmaydi. Masalan Zeydan zarabtuhu degan yani o'zida mesela karatu Zeyden zarabtu degan olmaydi. Çünkü münasipsiz. Hiç urdum ben Zeyd deme. Okudum ben Zeyd'i degan ham bo'lmaydi. Mesela Nesartu Zeyden deydi. Yardım berdim ben Zeyd'e urdum ben Zeyd'i dese qanday bo'ladi? Ana ta'tirmani chiqib qoldi. Şu an Zeyden'ga muvafiq bo'lgan bir pilning o'zi Zeydan'niki 5'idan. Mana shu zarabtuga muvafiq bo'lgan bir pilni Zeydan'ning 5'ida muvafiq bo'lgan bir pil bor ekan deb nima qilamiz? Ya taqdirchi qilamiz. Endi marartu bi Zeydan marartu bihidichu. Zeydan marartu bihidan. Mana ay marartu degan pilning o'zi bihi degan ash zemiri bilan bu marata Zeydan degan gap yuz yurib oldi. Yuz yurishi uniki oldida marartu deydigan narsa mahli nasib qilib. Endi şu Zeydan'niki 5'idan Zeydan'niki kelgan oshkor qilgan bir nima marartu var. Şu marartu endi muvafiq kelgan. Ama muvafiq kelgan o'zi yana marartu bizaydi degil olmaydi. Chunki marartu o'zi bevosita maf'ul olamaydi, pil mutaddi olamaydi. Uning uchun marartuga munosib kelgan bir ma'no var. O pil var. O qavi javaztu. Javaztu yani marartu degani o'tdim degan gap. Merrer cevabası degan gap o'tdim degan gap bo'ladi. Anda o'g'aniki buniki 5'idan merrertuga muvofiq bo'lgan bir pil var. Nima o? Javaztu. Yani javaztu Zeyden merertu bihi degan nima bo'ladi? Gap bo'ladi. Deb mana nima qilamiz? Ma'niyatimiz. Endi buni mushtamadiyat qaddikin buniki bizniki nahviy Qaydaga asosda bu gapni biz to'g'riladik. Buni to'g'rilik mana bo'ldi. Ammo o buni degan odamning o'zi nima uchun bu Zeydan zarabtu deganning o'rnida zarabtu Zeydanni desa olmamdi desa bu Zeydan zarabtuhu bilan Zeydan zarabtuhu ninki o'ttiris jazman nima bor? Farq bor. Ya'ni Zeydan zarabtuhu bilan zarabtu Zeydan degan gapning o'ttiris nima bor? Jazman farq bor. Bu ilm ma'ni deydi. Chunki Zeydan zarabtu degan gap nima degan gap? Ta'kid. Zeydni jazman urdum degan gap bizim Uyg'urchada. Ammo Zeydan zarabtu deb kelsa-chu, Zeydni urdumla degan gap bo'ladi. Unda o'g'anik bu gapni deydigan yer bilan, mana zarabtu Zeydan degan gapni deydigan yer bilan Zeydan zarabtu deydigan ya'niki makoni nima qilmaydi? O'xshamaydi. Ya'ni Zeydan zarabtu degan yerning o'ziga adam botir bo'lsa uçağımızda her kanal adam urvadığımda olsa adam gapni dese vay ben Zeydni urvatdım dese adam işini de ama adam işlemegen yer nima deydi yani muayene deydi o bu gapni işine hacet yok aslı bir yerden adam nima deydi ya da turvatgan adamlar bunu işlemedi yani mağlup
tayoq yemdiki zeytni aqlı deydigan gumon bor. Gumon bo'lgandiki, u yerda u gumon yo'q qilish uchun nima deydigan gaplardan zaydan zarabtu. Zeytni jazman urvatdim deydigan. Ha, u urvatibdi deb tushunadi. Shu ani ilm ma'nida gap qildi. Buni rasmiy bir keng doirada bir tushuncha olsun deb ushq olsun u gapni munosib deb qaralmışmı? Uçağın özü de bunu ne kıldık bunu dedik kendi. Biz hem de başka yerde okuğa vakti yüzden aşında iştigal amil el memul diye vakti yüzden yani 12 amilin muzmer keltürümüz eğer o pilniki yüzüge ben o pilnin yüzüge a zimirdin yüzü ürütüp a pilga a isimga musallat kısa uçak kandak kıldı lana sebahun Cazmen o pilnin yüzü o isim nasip kıldı. Peres kısak diyen aşağı bir gapni çok okan. Onda o ki bu gapnin yüzü ayar işlerken labzi bilen mayar işlerken labzi okşumuz mənisi okşaş. والنسب حد إن تلصى بكما يختص بالفعل كإن وحيثما Nesb okuş vaciptir. Şimdi eğerse ilgek isim andaq bir nəməsi xas oldu o nəsə pilğa. Pilğa xas olğan nəsə ilgek isim. Əgişibdir. Yani ilgek isim pilğa xas olğan keliminiki ağır dikibdir. Mesela neymi oxşar? İn ve haysumağa oxşar. Benim muşundaq bolsa uçanın üzüdən Mene aşı başlıkaya isimdeki yüzünü ziber okuşumuz nime o vacip. Ne boludu o? Vacip çok boludu. Hem de bu yerde bu yaptığın yüzü ikinci kıl türünde vardı. Birinci kıl A mı? İkinci kıl türde hem de Arapların yüzü gep boğandakin aşağı digendekin biz nime için bu yapmada ders demeyimiz. Şu Araplarınki hem balagatlıken pasahatlık adamla boğandakin bu itibaren yüzü gapni yüzü buludu. Şu bunu kanun çıkargan ki. Kanun çıkargandaki biz kandak kılımız hem de mabette dedi ki eğer sepekat kan baştaki isimdeki yüzü pili has olgan nersidin yani kelimelerden kikipti. Biz kelimelerden kim kelgen bolsa uçanın yüzü de baştaki isimdeki yüzü ziber okuşumuz vacip. Mesela ne mi depti? İn zeyden Ekrem in zeyden ekremtehu ukrimhu deptu. Mesela in zeyden ekremtehu mesela ekremtehu ekremeke. Eğer zeytni ulğusan o zeytni ulğulaydı bu zeyt seni. Bu mani doğru yani. Bu nime doğru. Şimdi bu yerde sabık isim in zeyden ekremeke in zeyden ekremtehu deyli. O diye zimir oğandikin. In zeyden ekremtehu ekremeke deptu. Ben müşahedem de in zeyden ekremtehu ekremeke diye vaktizde zeyden üzbere okuduk. Şimdi ekreme pil muddeti. Bu pil muddeti onu vuğulen meşgulup gitti bununki. Onu zeydanı ne için nesip okuyumuz? Bunun üstü doktorumuz. Şimdi Zeyden degen aşında sabık isim. Meni pil has olgan nersi ki kipto? İn urf şart. İn urf şart olgan dikin. Araplarındaki kaydesi de bu harf şart olgan nersi cezmen pilgi kirdi. İsim uçu kirmeydi. Onda olgandaki pilgi kirgen dikin. Demek in bile Zeyden'deki ağırlığı da pil var degen gap oldu. Pil olgan dikin. Yani demek İnivle Zeydan'ın ağırlık pili oğandikin Zeydan'daki ziber okuluşu uyardı nemeyken o indigen isim gelmez pili kiriş vacip oğandikin demek a pilinin üzü yani yuşur oğan pilinin üzü ama Zeydan'ın nesip kıptı o diyen gap oldu. O Zeydan'daki ağırlık pil bağ ikkeligini Ekrem'de oğan ikinci Ekrem ne okup verdi onu tefsir kıp verdi o onu okutup muvaffak isimlerini kıp verdi o diyen gap oldu. Yani ne diyen gap? İn ekremte Zeydan ekremtehu ekremeke. Diyen ne oldu? Gepçi oldu. Benim muşundak bolsa
Shu vaqt o'zida Zayddan degan gapning o'zini zibar o'qishimizdagi o'zi durustcho va vojib. Ammo bir odam qo'pib buni zibar o'qimay pash o'qib qolsa, nima debdi masalan? In Zaydun akramtahu akramaka desa xatolashgan bo'ladi. Nahviy ulamolarimiz qoidasida gunoh o'tkazgan bo'ladi. Xato. Sat. Ya'ni bizniki Uyg'urda boshqa bir millat gap qilsa, og'ziga kelmay kulib ketamiz-ku. Arablar agar in Zaydun akramtahu akramaka desak, kulib ketadi arablarning o'zi. Ammo hozirgi umumiy arablar bilmaydi, o'qimagan bunday nimalar. Ammo o'qigan balog'at bunday olimlar bu nima deyapti bu gap qilib kulib ketadi. Bu xatolik o'tkazgan bu uchun hurmatsizlik qildik. Şu an undaq yani o'zidan bir ism kelib qolgan bo'lsa, o'chan o'zida masalan shartniki har bir qancha, mana bir qancha in deymiz, haysuma deb bir qancha nimalar avomil va boshqa yerlarda işte o'qidik. Masalan mata, matama, kaypa, kaypaman, izama, izma deganidek. Mana bu shundoq pillardikin mushta bir ism kelib qolgan bo'lsa, uni bir pil kelib Onunkin o pilin akıl bir zimir kelgen bolsa, hem de pilin yüzde zimir bilen isimli ben mensup kılmam demeydi. Uçağımızda Zeydan'ı ziber okuşumuz vacip, ibaret okutmuşlar kalsak. Dep, benim uçta ne kıldı deydi. Hem de muşu kelgen cümleniki üze bir kaç yıl bulurken bunun ikisi tügüdendi. İkisi tügüdü. Birisi yani Zeydan ekremtehu diyen gepniki üze nesbi okuşu uçağı vacip. Yeni birisi anıdikin mandak alet kesimi. Yani pil kırılgan şart harflerden isim kip kalsa onu pil kılıp o pilin üzerine bir mensubu olan bolsa uçağımızda bunu zibari okuşumuz diyeyim bolurken vacip çok bolurken. Yani bu gepni nima qildi hozir? O gapma tüygen çok bol demdi. Ve in tara sabiquma bil ibtida yahtasu bir rapid yahtasu bir ferrab'el tazimhu ebeda. İltezeme yeltezimu. Ferrab'el tazimhu ebeda. Keza izel fi'lu tela malem yerid ma kablu ma'munen lima ba'du vücid. Eğer mavamdi yeni bir şekli bir cümlenin kelgenini eğer işip kalsa, eğer geçtiğinde kin kelse diyen gep. Eğer kin kelse bir sabık isim. Yani başlık kelgen, cümlenin beşlik kelgen isim. Mene eğer geçse anda kelsen, anda bir harften ki iptidağa has oludu o harf. Fakat baş tarafta kelilgan, yani mubtada kelilgan, mubtada oğa isim has olan bir harften ki bir isim kip kaptı. Yani isim çok kip kaptı. İsim kip kalgan boz kanda kılsa uçanızdan, pes Rabbini iltizam kılsan, sur Rabbini mengo kılsan. Mengo ne mi okuysan, onun peşço, men okuysan, onu ondak ziber, onda okuşun kattinin bulmaydığın, duruşçu bulmaydı o dedi. Mesela, onun misali kavun, mesela, Harajtu peiza zeydun yazribuhu emrun depti. Çıktım ben, şu dağlık çıksam Zeyd, o Zeyd'ni emrahın urvetip demesmi o depti. Diğer vakti yüzden, bana peiza zeydun yazribuhu emrun dedi. Hem de yazribu diyen gepneki üze, yüzdeki kinki zimir olan onu mepul kıldı. Onu meneki memnun o dedim. Onunki aldı Zeydun kip kaldı. Zeydun kip kalgan diken, hem de bunuma onu asıl peş okuldu, hem peş okuyumuz yani. Hem de bununki üze Zeydun diyen isim, İza diyen mubtadağa has olan bir harfteki kip kaldı. Çünkü İza mufaciat. İza mufaciat dediğin gap ya tuyuksuz ikiliğini bildirdiğin men bu isimdeki üzüm mubtadağı çok kirdi. Mubtada kirgen boğan diken demek o yerde pil has olan nesi yokken ya pil yokken onda olan diken o isim şekilde izmar yani iştigal amil yani ma'mul okşap kasımın lekin o pil olan nime mubtada has olan harfteki kip kaptı. Onda onu aldı da pilniki takdir kılışlık acıtı yokken. Onda olanı bu itibarla o yer neme okuyumuz o isimden ben peşço okuyumuz. Eğer bir adam harajtu peiza zeyden yadribuhu dise emrun dise bu hatalaşkan buludur. Şu bunu neme deyimiz harajtu peiza zeydun deyip bunda peş okuşumuz neme buludu? Vacipçu buludu.
nasb o'qishga qat'iy bo'lmaydi deydi. Chunki iza mufojiatdan keyin kelgan narsa nima? Mubtada. Mubtada degan ism. Pilchu kelmaydi. Ve keza izel fi'lu tala ma lam yarid ma qablu ma'muna lima ba'du vücid deydi. Şunu o'xshash yine peş o'qish ne iltizam qilgan mango qandoq chog'da desa vaqtiki pil agatsa o pil anda bir nimarsiga agatsiki meni kammidi anda bir nimarsiki buniki oldida bo'lgan narsa kammidi ma'mul bo'lgan holatda anda bir nimarsiki buniki tepildi. Buniki tepilgan narsa unida kelgan narsa ma'mulchi bo'lmaydi ekan. Men mushundoq bo'lib qolsin uçanın üzüden şu başta kelgan ismniki üzüne peş o'qishingiz nima o vacib. Onu zibar o'qiyman ho desangiz u nima qilmaydi, men qat'iy bo'lmaydi dedi. Masalan, Zeydun in laqitahu fa akrimhu debdi. Zeyd eğer mena Zeyd eğer uçqishib qolsam şu Zeydlar u Zeydni nima qilgan? Ulug'lig'in debdi. Biz ham Uyg'urcha tarjima qilsak, mana qamlashtirib qilamiz. Hem Zeydniki o'zida, ma arablarning o'zida mesela in laqita Zeyda fa akrim desi bo'ladigan gap. Undan demaydi. Nima uchun? Avval biz degandek shu. Mesela in laqita Zeyda fa akrim degan gap bilan Zeydun in akramtahu in laqitahu fa akrimhu degan gapni farq qiladi. Endi bu yerdan de Zeyd degan ism deydi. Zeydan in laqitahu debdi. Men müşahede pil deydi. Yani in laqitahu degan pilniki üze, men indinki keldim. Eğer pil agese anda bilinmesi ki kemmedi. O narsa, mene o narsa kemmedi. Men o işin olacak pil agese anda bilinmesi ki kemmedi, anda bunu aldı da. Men buniki aldık derse, bunudaki tepilağınız memul olup kemmedi. Yani in Zeyden mesela Zeydun in laqita fa akrimhu diye vakti üzeden. Mene bu Zeyd ama ya da Zeydu diyen anın beşideki çok kip kaldı. Mene müşahedeki muşu pilnik üze, mene muşu yalakı laqitahu diyen pilniki üze. Biz onun ki kelgen fa akrimhu diyen gapning o'rniga bu laqituhniki onu ekelsek bo'lmaydi. Uça ne bo'ladi? Uçadı Zeydun in akramtuhu fa akrimhu deydi. Nima degan gap? Zeyd eğer ulug'sa ulug'la debdi. Bu Zeyden mena in akramtuhu deb, akramtuhu bunidagi tepilgan bir pilva. Şu pilning o'zi laqayt degan pilniki mena onu ekersak bu ma'ni qamlashmaydi. Qamlashmagandan keyin Zeydninki beshiga akrimhuni ekersak ham nima qilmaydi? Qamlashmaydi. O yoki laqaytuniki o'ziga. Masalan Zeyd eğer ulug'san o Zeydni degan gap nima degan gap? Ani apirib laqitu Zeydan degan gap bo'ladi degan nasb o'qisak. Laqitu Zeydan. Ushqashtimaz Zeydga. Eğer ushqashtimaz Zeydga degan nima degan gap? O anig'in tepilgan narsaki üzge eğer manası takdir qilamiz deb yin bir tilni qilib qo'ysak, o'shaning o'zi ma'ni buzilib ketadi. Buzilib ketadigan ashta bo'lib qolgan bo'lsa, o'shaning ism bosh tarafga kelib qolgan bo'lsa, o'shaningizda shu boshga kelgan ismning o'zini mana pesh o'qishimiz nima u vojib deydi. Endi shu o'xshash qachon pil deydi endi. Agatsa. Men shu laqitahu degan pilniki o'zi men agishibdi, anda bilmasi kambidi. Anda buniki oldidan. Mana shu laqitahu degan pilniki o'zi men agishibdi, shu ya'ni buning oldidan o'zi buniki ikki narsaga ma'mul bo'lgan narsaga agishib ishtani qilibdi, kip. Men ashunda ya'ni laqituniki beshidan men shu ya'ni endi biz Zeydunni besh laqit deb aytsak, o'sha unga ma'mul bo'lib unmaydi ekan Zeyd. Men ashundaq bu kelgan bo'lsa, o'shaning o'zi pil ashda agishib bir ism bu ashda kelgan bo'lsa, Zeydning pil keldi, laqit deb o'sha laqitning o'zi Zeydning beshga akelli bunidagi tepilidani desak, unga ma'mulchi bo'lmaydi. Ma'mul bo'lmay ashda pil kelib qolgan bo'lsa, buni beshga ism kelib qolgan bo'lsa, uning uchun sen uni nima qilsan, uni Zeydniki o'zini pesh o'qib in laqitu in Zeydan laqituhu fa akrimhu deb mustaqchu deysa deydim. Ama ya da kezel fi'lu mala kezel fi'lu tala mala yarid ma qablu ma'mula lima ba'du vücud
degan gapniki ma'nosi bir qadar tushlik, chirmash. Shunga o'xshash qachoniki pil. Ya'ni in zaydun laqitahu degan pil. Mana ki kipto anda bilmaski ki, yani in zaydun laqit zaydiki kiptani. Anda bir kemmidi. Anda bir bunun aldıda. Bununki aldıda mana bunidagi tepilgan narsa. Bunidagi tepilib ham buni aniki laqitimiz ma'mul qildi desak, u nima kelmaydi, u yerda ma'mul bo'lmaydi hamdi. Ha zaydning o'zi laqituniki ma'mul qilib beshga kirib, masalan in laqitu in zaydun laqitahu degan yerda laqita nima laqitu zaydan in laqitu desak, bu qamlashmaydi yani. Zayd uçkaçtım deb, eğer zayd uçkışıp qalsang deb, mana bunchalik o'zi to'g'amlashmaydi. Meni mushda kelib qolgan o'zida, ismniki o'zini pesh o'qishimiz nima bo'ladi u chaqda? Vacib bo'ldiki in zaydan laqitahu desa xato. Uni deymiz uni in zaydun laqitahu deb ashta nima qo'yamiz u chaqning o'zidan, mana zaydun in laqitahu deb u chaqning o'zida pesh o'qiymiz. U chaqning o'zida zaydan in laqitahu deb o'qisak nima bo'ladi o? Xatochi bo'ladi dedi. Men bu shu ismdagi laqita keldi. Kelgandan biz ham shu laqita o'ga kelgan ism zaydning beshga akeldi deb laqita zaydan in laqita desa qanday bo'ladi? Ushqashdan zayd deb ushqish bo'ldi, xabar bo'ldi. Unidan in laqita degan gap insho bo'ldi. Insho ham xabar ham inshoning o'zi bu ma'ni to'g'ri emas. U yerda taqdir qiluvchi bo'lmaydi. Bo'lmaganligi shu e'tibordan biz u zaydning o'zini u yerda nima qo'yamiz u chaqning o'zida pashsho o'qiymiz degandi. Shuning bilan hozirgi bu darsimiz nima qildimdi? Tugadi. Va oxirida va alhamdulillahi robbil alamin.